Assalomu alaykum qadrdonlar, mana sizlarga Samarqand fasonida bir ajoyib uslubda qilib yasab olib chiqdik. 2 qavat shumkalar bo'lgan. Bir ko'rib baho berishlaringizni so'raymiz. Bu yoqda bir serozna akaxonlarimiz uchun skromniy fason, qaraq fason deydi buni. Juda ajoyib chiqdi bu ham, obnalishkalari bilan qilingan. Kimga shunaqa darvozalar xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Assalomu alaykum qadrdonlar, mana sizlarga Samarqand fasonida bir ajoyib uslubda qilib yasab olib chiqdik. 2 qavat shumkalar bo'lgan. Bir ko'rib baho berishlaringizni so'raymiz. Bu yoqda bir serozna akaxonlarimiz uchun skromniy fason, qaraq fason deydi buni. Juda ajoyib chiqdi bu ham, obnalishkalari bilan qilingan. Kimga shunaqa darvozalar xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar. Assalomu alaykum qadrdonlar, mana sizlarga Samarqand fasonida bir ajoyib uslubda qilib yasab olib chiqdik. 2 qavat shumkalar bo'lgan. Bir ko'rib baho berishlaringizni so'raymiz. Bu yoqda bir serozna akaxonlarimiz uchun skromniy fason, qaraq fason deydi buni. Juda ajoyib chiqdi bu ham, obnalishkalari bilan qilingan. Kimga shunaqa darvozalar xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar.